xush kelibsizlar. Kelinglar, ishtirokchilar. Qolganlar hali keldi, naryoqdan kelyaptimi qolganlar? Xo'p. Mana aziz san'at shaydolari, aziz tomoshabinlar, bugungi kunda mana aziz ustoz, hofiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Oxunjon Madaliyevni ko'rik tanlovi bo'lyapti xotirasiga. Shu ko'rik tanlovga Qirg'iziston Respublikasidan, Tojikiston Respublikasidan, O'zbekiston va boshqa respublikalar, juda ko'p respublikalardan tashrif buyurishdi. Mingdan ortiq odamlar shunga